9-cı bab. Mən başqalarının mening üstümdən onu qil, bunu qil deyişidən erkin emasmı? Mən Xudoning elchisi emasmı? Mən Rabbimiz Aysoni öz ko'zim bilan ko'rgan emasmı? Sizlarning e'tiqodinglar mening Rabbimiz uchun qilgan xizmatimning natijasi emasmı? Gerçi başqalar meni elchi deb hisoblamasmi? Lekin men sizlar uchun haqiqatan Ayso Masihning elchisi. Chunki sizlarning mendan xushxabarni anglab, Rabbimizga e'tiqod qilganinglar mening elchi ekanligimning isboti. Mening elchi ekanligimdan gumonlanadiganlarga beradigan javobim mundaq. Biz elchi bo'lgan ekanmiz. E'tiqodchilar tarafidan yemak-ichmak bilan ta'minlanish huquqimiz yo'qmi? Rabbimiz Aysoning o'z inlari hamda Petrus va boshqa elchilardek bizningmi safarda biz bilan o'xshash e'tiqodi bor ayollarimizni hamroh qilib yurish haqqimiz yo'qmi? Ajaba, faqat Barnaba bilan menla e'tiqodchilar tarafidan ta'minlanmay, o'z emgigimiz bilan kun kechirishimiz kerakmi? Kim o'z puli bilan lashkarlik qiladi? Kim ko'chat tikib, uning mevasini yemaydi? Kim mol beqib, uning sutini ichmaydi? Men bularni faqat insonning ko'z qarashi bo'yicha dedimmi? Yo'q. Bu haqda Tavrat qonunidimi? O'xshash deyilgan-ku. Musa payg'ambarga tushirilgan Tavrat qonunida xamon tepgan o'kkizning og'zini bo'g'ma deb yozilgan. Bu yerda Xudoning ko'ngil bo'lgini faqat o'kkizlarmi yoki buni maxsus biz uchun aytganmi? Bu shubhasiz biz uchunmi yozilgandir. Chunki yerga urug' terig'uchimi, xamon tepkichimi o'ziga tegishli ulushini erish umidi bilan ishlaydi. Shuning uchun oranglarda xush xabarni yetkazish orqali ruhiy urug' chechib, sizlardan moddiy jihatda hosil elish haddini ishib ketganlik bo'lamdi. Boshqa ta'lim beruvchilarning sizlardan ta'minlash huquqi bo'lgan yerda bizning ta'minlash huquqimiz texmi bo'lmamdi. Lekin biz bu huquqimizdan foydalanmadik. Aksicha Ayso Masih to'g'risidagi xushxabarning taqilishiga to'solg'i bo'lib qolmasligimiz uchun har qanday ishga bardoshlik beryapmiz. Yerusalimdagi cho'ng ibodatxonada ishlaydiganlarning kishilarning ibodatxonaga elib kelganlari bilan ta'minlanadiganligini va qurbonlik supusida vazifada bo'lganlarningmi qilingan qurbonliklardan ulushi borligini bilmamsizlar. Shuningga o'xshash Rabbimiz xushxabarni taqdirganlarning turmushi xushxabarni qabul qilganlar tarafidan qamdalsin deb buyurgan edi. Lekin men bu huquqning hech qaysidan foydalanmadim. Hozirmi men bu xatni bu huquqimdan foydalanay deb yozayotganim yo'q. Men o'lishga rozimanki, biroq bu ish uchun maqtanishimning quruq so'z bo'lib kelishiga yo'l qo'ymayman. Xushxabarni taqatqanligimga kelsak, uning bilan maqtan olmayman albatta. Chunki xushxabarni taqitish mening burchim. Uni taqatmasam bo'lmaydi. Agar xushxabarni o'z ixtiyorim bilan taqatgan bo'lsam, Xudodan haq elishim kerak edi. Lekin Xudo bu vazifani menga topshirgan ekan, men buni bir mas'uliyat deb o'rindayman. Undaqda oladigan haqqim nima? U bo'lsa-mu
xushxabar yetkazishda erishga tegishli haqni talab qilish huquqimdan foydalanmay, kishilarni xushxabarga haqsiz ega qilishdir. Men hech kimdan haq olmaganligim uchun ularning talablaridan erkin. Lekin texmi ko'p odamning Ayso Masihga e'tiqod qilishi uchun ko'pchilikning qulidek yashab keldim. Yahudilarning Ayso Masihga e'tiqod qilishi uchun Yahudilar orasida bo'g'nimda Yahudilardek yashavatman. Tavrat qonunining ilkidan ozod qilingan bo'lsam-mu, Tavrat qonunining ilkida yashaydiganlarning Ayso Masihga e'tiqod qilishi uchun shu kishilardek yashavatman. Shuningga o'xshash, Tavrat qonuni bilan munosabati yo'q Yahudi emaslar orasida bo'g'nimda shu kishilarga o'xshash yashavatman. Bu Xudoning qonunidan chettab ketdim deganlik emas. Chunki men Ayso Masihning qonuniga itoat qilib yashavatman. Xudo to'g'risidagi bilimni to'nib ketmaganlikdan vijdoni osonla azoblanadigan e'tiqodchilarning orasida ularga o'xshash yashavatman. Bunda qilishimdagi maqsad ularning e'tiqodini mustahkamlashdir. Barliq choralarni ishlatib, texmi ko'p kishilarning qutqizilishi uchun mayli men qandoqli kishilarning orasida bo'lay, Xudo meni qilmaganli bo'lsa, shu kishilarning odatlari bo'yicha yashayman. Men texmi ko'p kishilarning bu xushxabarni qabul qilib, uningdan keladigan baxtdan men bilan birga tang bahramon bo'lishi uchun bu ishlarni qilyapman. Yugurish musobaqasiga tushganlarning hammasi yugurgan bo'lsa-mu, mukofotni yolg'iz birli kishining oldiganligini bilasizlar. Sizlarmi Xudoning mukofotiga erishish uchun yengib chiqqan tan harakatchidek yugurishinglar kerak. Musobaqaga tushgan har bir tan harakatchi vaqtlik mukofotga ega bo'lish uchun qattiq mashq qiladi. Biz bo'lsak, mangu chirimaydigan mukofotga ega bo'lish uchun mashq qilamiz. Shuning uchun men nishonsiz yugurayotgan kishidek yugurayotganim yo'q. Shundaqla xuddi bokschiga o'xshash otgan mushtumni bo'sh takizayotganim yo'q. Xushxabarni yetkazib bo'lgandan keyin Xudoning oldida mukofotga erishishga layoqatsiz bo'lib qolmasligim uchun tenimni e'tiqod yo'lida yashashga qattiq ko'ndirib, o'zimni tizginlayapman.